Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Ikrom Ishnazarov. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Xorazm viloyati filialida bir guruh rossiyalik professor mutaxassislar murakkab jarrohlik amaliyotlarida ishtirok etdilar. Shuningdek, seminarlar tashkil etildi. Bu haqda muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. Zamonaviy yuqori texnologiyalar bilan ta'minlangan markaz bugungi kunda xorijiy tajribalarni qo'llab onkologik kasalliklarni davolashda ijobiy samaraga erishyapti. Rossiyalik mutaxassislar o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash maqsadida yurtimizga kelib murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazdilar. 3 nafar bemorda ochiq, 1 nafarda laparoskopik amaliyotlar o'tkazildi. Mana bu jarayonda bemorda qizil o'ngach saratoni jarrohlik yo'li bilan olib tashlanyapti. Bizni mahalliy yoshlarimiz hamkorligida operatsiyalar bajarilmoqda. Ushbu hamkorlik doirasida 2023-yilda bizni filialdan 6 nafar mutaxassisimiz borib malaka oshirib kelishgan bo'lsa, o'tgan yili 2 nafar mutaxassisimiz ushbu klinikalarda bo'lib malaka oshirib kelishdi. Hamkorlikni davom qildirish maqsadida bugun o'sha Privolzhsk universiteti tibbiyot muassasasidan onkologiya sohasi bo'yicha 2 nafar mutaxassisni jalb qilganmiz. В первую очередь мы принимали группу хирургов. Biz dastavval yurtingizdan borgan shifokorlarga o'z klinikamiz imkoniyatlari va erishgan natijalarimiz haqida ma'lumot berib, malaka oshirishlarini ta'minlagan edik. Endi mana malakali shifokorlarimiz bilan birga bu yerga keldik. Biz hozirda saratonga chalingan bemorlarda murakkab texnologik jarrohlik amaliyotlarida ishtirok etyapmiz va qanday qilib o'simtani bartaraf etishdagi tajribamizni o'rgatyapmiz. Muhimi, buning uchun sharoit yetarli ekan. Seminar treninglar o'tkazishni ham maqsad qilganmiz. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida rossiyalik professorlar ishtirokida jigar xirurgiyasi bo'yicha seminar tashkil etildi. Unda viloyatdagi barcha shahar va tumanlardagi jarrohlar hamda oliygohning talabalari, klinik ordinatorlari, magistrantlari ishtirok etdilar. Professor xirurg Vladimir Yevgenovich jigar xirurgiyasi sohasida, transplantologiya sohasida, onkologiya sohasida keyingi dunyoda bo'lib turgan yangiliklar bilan tanishtirib o'tdilar. O'zbekistonda ham bu transplantologiya sohasi rivojlanmoqda. Asta-sekin vaqtlar o'tishi natijasida bu jigar transplantatsiyasi ham respublika viloyatlarida amalga oshadi. Talabalarning orasida keyinchalik mashhur transplantologlar chiqishlari mumkin. Seminar juda ham chiroyli o'tyapti. Rossiyalik mutaxassislardan juda ham yaxshi bilimlarni olyapmiz. Kelajakda biz ham professor singari yetuk mutaxassis bo'lib yetishimizga ishonaman va chet ellik mutaxassislarni tajribalari juda muhim biz uchun. Bugun ham mana jigar transplantatsiyasi bo'yicha bilimlarimizni yanada boyitdik. Bir so'z bilan aytganda, sohadagi islohotlar, xalqaro hamkorlik aloqalari yurtimizda zamonaviy tibbiyotni rivojlantirishga xizmat qiladi. Hududlarda aholi turmush farovonligini ta'minlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish hamda fuqarolarning ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan kompleks tadbirlar tashkil etilmoqda. Qo'shko'pir tumanining chekka hududlaridan biri Shixobod mahallasida o'tkazilgan ana shunday jarayonlar tafsiloti muxbirimiz lavhasida. Kompleks tadbirlar Shixobod mahallasida sog'lom hayot uchun 5000 qadam marafoni bilan boshlandi. Marafonga mahalladagi katta-kichik qo'shildi. Piyoda yurish bu jismoniy mashaqqatning oson va qulay turidir. Yurish inson salomatligi uchun foydali bo'libgina qolmay, ruhiy holatga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadbir doirasida aholi uchun arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari yarmarkasi ham tashkil etildi. Unda aholi uchun birlamchi bo'lgan qishloq xo'jalik mahsulotlari, un, yog', tuxum, go'sht va boshqa turdagi mahsulotlar ham arzon narxlarda rastaga qo'yildi. Shuningdek, yosh musavvirlar tanlovi, futbol, tennis, voleybol, sport musobaqalari, bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi, kashtachilik qo'l mehnati namunalari ko'rgazmalari ham tashkil etildi. Shixobod mahallamizda 3120 nafar fuqarolar bo'lib, shundan 1520 nafar xotin-qizlardan iborat bo'lib, bugungi kunda mahalla yettiligimiz bilan birgalikda xotin-qizlar bandligini ta'minlashda, ularni kasb-hunarga o'qitishda subsidiyalar ajratilib, bandligi ta'minlanmoqda. Bugun ayolga ehtirom haftaligi davomida milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizga urg'u bergan holda qadimiy momolarimiz, qadimiy lachak o'rashlari, milliy quramishlar, kashtachiliklar yoshlarimizni ibrat bo'lishini, yoshlarimizni o'rgatib, qadriyatlarimizni unutmasliklari uchun qadimiy momolarimiz ularni o'rgatib turibdilar. Mahallamizda Obod xonadon, Obod mahalla dastur doirasida mahallamiz bahor buni kelishi munosabati bilan, bayramlar munosabati bilan hamma yerlarimiz
obod qilinib, kelinlarimiz har kun tongda eshiklar supurib, hammaga ibrat bo'lib, fuqarolarimiz bayram kayfiyatda. Aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazish kasalliklarni erta bosqichda aniqlab, sog'lomlashtirish va yuqumli kasalliklarning oldini olishda muhim sanaladi. Shu boisdan mahallaning markazdan uzoqligi inobatga olinib, tibbiy xodimlar tomonidan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik shu yerning o'zida tashkillashtirildi. Unda viloyat va tuman ko'p tarmoqli tibbiyot markazlaridan tor soha mutaxassislari qatnashdi. 250 ga yaqin fuqarolar bepul chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ularning 72 nafarida xastaliklar aniqlanib, statsionar hamda ambulator tarzda davolanish uchun yo'llanmalar va tavsiyalar berildi. Bizning 22-son oilaviy poliklinikamiz Sheyx qishlog'i Bog'zor mahallasida joylashgan bo'lib, bu poliklinikamiz ikkita qishloqqa xizmat qiladi. Sheyx qishlog'i va Axtarvand qishlog'i. Jami 19696 aholimiz bor. Bu chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik jarayoniga viloyatdan va tumandan tor mutaxassislar ham jalb qilingan. Ulardan tashqari bizni o'zimizda ginekolog doktorimiz, xirurgimiz, uzichi doktorimiz, o'zlarimizda vrach laborantimiz, shu mutaxassislar o'zimizda bor. Tadbirlar doirasida mahallaning har bir ko'chasi ta'minlandi, obod maskanga aylantirildi. Mahalla yoshlari esa boshqa joylarga bormasdan futbol, voleybol, tennis kabi sport turlari bilan shu yerning o'zida shug'ullanishlari uchun sharoitlar yaratildi. Yoshlar bilan ishlash dars jarayonlarida emas, har kuni doimiy ravishda amalga oshirilishi kerak. Zero o'sib kelayotgan yosh avlodning bo'sh vaqti mazmunli tashkil qilingandagina ularning ortiqcha narsalarga chalg'imasligi ta'minlanadi. Ayni shu maqsadda joylarda amalga oshirilayotgan tadbirlarga Yangibozor tumani misolida e'tibor qaratamiz. Yangibozor tumanida 50 mingdan ziyod yoshlar mavjud. Ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida yoshlar daftarda turgan ishsiz yoshlar kasb-hunarga o'qitilmoqda. Bundan tashqari yigit-qizlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish, ularni kitobxonlik, sport, san'atga jalb qilish va iste'dodlarini yuzaga chiqarishda nafaqat maktablardagi dars jarayonlari, turli to'garaklardan tashqari mahallalarda o'tkazilayotgan turli musobaqalar ham keng imkoniyat yaratmoqda. Muhimi, mahalladagi aholi vakillari, ayniqsa yoshlarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda yo'lga qo'yilgan bu kabi tadbirlar tumanning barcha joylarida tashkil etilyapti. Xususan Guliston mahallasida o'tkazilgan ana shunday tadbirda yoshlar o'z salohiyatini namoyish etishdi. Shu kuni yoshlar o'rtasida o'tkazilgan stol tennisi hamda shaxmat shashka bellashuvlari, zakovat intellektual o'yini, insholar va rasmlar tanlovlari yigit-qizlarning iqtidorini ochib berdi. Tadbirlarda ishtirok etgan tuman hokimi, davlat hokimiyat organlari rahbarlari yoshlar bilan yaqindan muloqot qilishdi. Suhbatlar mavzusi yoshlarning maqsad intilishlari salohiyatini boyitish uchun yana qanday sharoitlar yaratish zarurligi haqida bo'ldi. Bir-biridan iste'dodli ijodkor yoshlarning chiqishlari, jonli ijrodagi kuy-qo'shiq va raqslar kun davomida o'qishdan keyingi hordiq uchun yaxshi samara beradi. Madaniy dastur tadbirga yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Kun bo'yi davom etgan tadbirlar tungi gulxan atrofidagi mushoira va do'stona suhbatlarga ulanib ketdi. O'ylaymizki, bugungi tadbirlardan o'ziga kerakli energiyani olgan yoshlar ertaga yanada kuch-g'ayrat bilan o'qish va ishga otlanadi. Bahor tabiatning uyg'onish fasli. Aynan shu pallada dehqonlarning qo'li-qo'liga tegmaydi. Ayniqsa hozirgi mavsumda ko'chat yetishtiruvchi tomorqa xo'jaliklarda ish qizg'in. Bizning navbatdagi lavhamizda ko'chatchilikda katta tajriba to'plagan oilalardan bir haqida so'z boradi. Bu Xonqa tumanidagi Qurbonboyevlar oilasi. Ular 10 yildan buyon gul va mevali daraxt ko'chatlarini yetishtirib kelishadi. Bu nafaqat ularning kasbi, balki hayot tarzi hamdir. Har kuni tomorqaga otlanishar ekan, tabiat go'zalligi bo'lgan gul ko'chatlari yurtimiz chiroyi, ko'chalar va xonadon oldilariga ko'rik bag'ishlashiga xizmat qilishini niyat qilish bilan ish boshlashadi. Biz faoliyatimizni oldin ko'chatchilikdan boshlaganmiz. O'rik, shaftoli, uzum, qalamchasidan shular bilan boshlaganmiz. 2015-yildan beri shu o'tirgul ko'chatlarini yetishtiramiz. Bahorda, kuzda xrizantemani. Bir yilda 2 daromad etib yetishtirib keltirmiz. Oilamizni daromadi shundan. Bir yilda biz hozir shu parnikni o'zidan 10 minglik gulimizdan 30-35 million olamiz paydani, saf paydasini. Keyin kuzda xrizantemadan 20-25 million etamiz. Tomorqani o'zida. Nematakning tuxumini avgust oyida yig'ib olamiz. Damini tuxumini ajratib, gömib qo'yamiz. Hozir yana shu gömib qo'ygan tuxumimizni dalaya o'tiramiz. Dalaya.
Avgustgacha bu o'sadi, shunchalik keladi bo'yi 1 metr. Shunga keyin bu atirgul ko'chatlarimizdan sapiladi. Ular issiqxonasida 7 xil navdagi atirgul, 6 xil xrizantema ko'chatlari va boshqa 10 ga yaqin turdagi gul ko'chatlarini tayyorlashadi. Bundan tashqari erta bahorda va kuz mavsumida ekiladigan mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ham yetishtirib berishadi. Mart ayı fevralın ahirinde köçetçilik ile şugullanamız. Mesela şu köçetimiz alma, bu yavayı alma. Beter Mart'ta ekiliyen indi büyül Ağustos ayında peyvent kılamız. Bir yerde yine hazır bize şartname esasında 10 sotik yerde köçetçilik ile şugullanıp durmaz. Gülçilikten keyin bir yerde almamız var, erikimiz var, keyin peyvent kılınan badamımız var, gilasımız var. Her kil köçet deseniz var. Şula yazı satıva çıkıp turup da sekildik bilen. Köçetçilikimiz bir yarım ay devam etedi. Ondan ki gülçilik başlanadı. Gülçilik, köçetçilik arkasından roz yarbak batırpmaz. 12 yaş köçetçilik bilen, gülçilik bilen şugullanamız. Shunday mehnatkash va tabiatni sevuvchi oilalar tufayli yurtimiz yanada go'zal, unumdor va yashil bo'lib boraveradi. Ushbu mahallada deyarli har bir xonadonda gul ko'chatlari yetishtirishadi. Ular o'z tajribasini mahalladoshlari bilan o'rtoqlashib, ustoz shogird an'anasini davom ettirishmoqda. Olsunum o'rgatdik, apayamni gelinlarini o'rgatdik, ular ham parnik etdik, kiloldi, ular ham parnik etib turibdir yani. Bu bahorda bunday sotiladi, kuzda bu daladan alinadi, loyi bilan. Unda yetib ham satamiz. Tamarkamız 13 sotik. Bu gullarni shu dalaya ekib ham shular ochilib dursa, shundan kuch quvvat olasiz, ko'rib turib. Xrizantema ochilganda ondan shunday. Hem yeringiz gülzar olup açılıp duradır, rahat alasiz. Musafirçilikda yürümeyin. Şu minnetimizin arkasından gülüp oynap, ballarımız, aktıklarımız bilen öyde şunu rahatını görüp oturgandan xursandmiz. Yillar davomidagi tajriba, izlanishlar bugun o'z mevasini bermoqda. Bu oila hozirda minglab mevali, manzarali daraxt hamda gul ko'chatlarini xalqimizga taqdim etishda o'z hissasini qo'shishyapti. Ko'chat ekish faqatgina mehnat emas, balki kelajak avlodga tabiat tuhfa qilish ham demakdir. Bu kabi oilalarning mehnati, sabr-toqati natijasida bahor har yili yurtimizga fayzli keladi. Dasturimiz davom etadi. Bugun yurtimizda ayollar nafaqat oilaning tayanchi, balki jamiyat taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchiga aylangan. Ular fan va innovatsiyalar sohasida yuksak natijalarga erishmoqda, ilm-fan rivojiga hissa qo'shmoqda. Navbatdagi lavhamizda viloyatimizda faoliyat olib borayotgan matematik olima ayol haqida so'z boradi. So'nggi yillarda ayollarga ilm-fan sohasida keng imkoniyatlar yaratildi. Grant dasturlari, xalqaro hamkorlik va innovatsion loyihalar orqali ayollar ilmiy faoliyatini rivojlantirishga erishilmoqda. Bunga birgina misol Umida Boltayeva, u fizika, matematika fanlari doktori. O'zining ilk ilmiy faoliyatini 20 yil oldin magistraturani tugatgach boshlagan. Tinimsiz izlanish orqali egallagan bilim va tajribalar natijasida ko'plab grant loyihalarini yutib olishga erishgan. Hozirda Xorazm Ma'mun akademiyasi aniq fanlar bo'limi bosh ilmiy xodimi vazifasida faoliyat olib boradi. Ilmiy tadqiqot ishlarimga rag'batni aytib o'tishim kerakki, o'sha yillari yosh olimlar uchun ajratilgan grant loyihalaridagi faoliyatim sifatida baholashimiz mumkin. Ya'ni o'sha 2009-2010, 11-12, keyinchalik 13, 14, 18, 19 yillarda aynan yosh olimlar uchun ta'sis etilgan fundamental yoki amaliy grant loyihalarida g'olibi bo'lib, o'sha grant loyihalarini faoliyatini to'liq guruh bo'lib bajarishga, ya'ni u grant loyihasi asosida ilmiy natijalarni, ilmiy yutuqlarga erishishga muvaffaq bo'lganmiz. Va keyinchalik ushbu ilmiy tadqiqot ishlarimni nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro davlatlar miqyosida, ya'ni xalqaro ushbu soha yuzasidagi faol ilmiy tadqiqotchilar bilan hamkorlikda olib borish bo'yicha ham bir qancha yutuqlarga erishdik. Aynan bu yutuqlar sifatida aytib o'tishim kerakki, hozirgi kungacha o'sha xalqaro miqyosdagi Xalqaro matematika uyushmasi yoki bo'lmasa o'sha Fransiyaning matematik ilmiy tadqiqotlar institutlari tomonidan yoki Germaniyaning ilmiy tadqiqotlar instituti tomonidan bir qancha grant loyihalarini sovrindori bo'lganman va ana shu grant loyihalari evazini hozirgi kungacha aytishim mumkinki, 30 dan ortiq grant loyihalari bilan xorijiy davlatlarda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish imkoniyatlarini ega bo'lganman.
Davlatimiz rahbarining xotin-qizlarning ta'lim olishlari, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishi uchun yaratgan imkoniyatlari o'z natijasini bermoqda. Xalqaro hamda milliy forumlar, konferensiyalar, bir qator ilmiy anjumanlarda o'zining aniq fanlar bo'yicha ilmiy qarashlari, tadqiqotlari bilan ishtirok etgan. Hozirgi kunda u dunyo miqyosidagi e'tirof etilgan fundamental ilmiy ishlarning muallifi. Endilikda chet davlatlardagi yuqori malakali matematiklar bilan hamkorlikda tadqiqot ishlarini olib borishni niyat qilmoqda. Ilm-fan bilan shug'ullanuvchi xotin-qizlarni gender tafovuti aynan dunyo bo'yicha qaralganda aynan eng yaxshi ko'rsatkichlar bu Markaziy Osiyo, ya'ni Qozog'iston va O'zbekiston hududlariga mos kelgan ekan. Va shu bo'yicha men 2021-yilda ilm-fandagi xotin-qizlar mavzusida o'tkazilgan konferensiyadan taklifnoma olgandim. Ularning birinchi bergan savoli o'sha mavzuda bo'lgan, ya'ni qanday qilib shu daraja yuqori natijaga erishilgan, xotin-qizlar faolligi shu daraja yuqorimi degan savollar bilan so'rashgan edi. Men o'sha payt ham bu mavzu bo'yicha yoki bu mavzu umuman begona emas edi men uchun. Shu davrgacha men xotin-qiz matematiklar bo'yicha o'sha Yevropa ayol matematiklar jamiyati va xalqaro matematiklar uyushmalarida, ilmiy seminarlarida va ularning umumiy majlislarida qatnashib kelganligim uchun men ta'kidlab o'tgan edimki, haqiqatda O'zbekistonda umumiy mazmunda qaraydigan bo'lsak, ilm-fan bilan shug'ullanuvchi xotin-qizlarning tafovuti boshqa davlatlardan yoki rivojlangan davlatlardan u darajada ham farqlanmaydi. Balkim ba'zi sohalarda yuqori ekanligini ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun ijtimoiy gumanitar sohalarda yoki bo'lmasa tabiiy fanlarning ba'zi sohalarida xotin-qizlar o'ta faolligini ko'rsatishadi. Davlat tomonidan e'tirof etilayotgan o'sha Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan e'lon qilinayotgan grant loyihalarini aynan xotin-qizlar uchun ajratilgan bo'limlarning mavjudligi bu faollikni oshirish uchun qilinayotgan sa'y-harakatlardan biri deb hisoblayman. Matematika cheksiz olam. Umida Boltayeva esa shu olamni o'z sabr bardoshi va mehnati bilan zabt etgan olima. Dasturimizda ob-havo ma'lumoti. Xorazm viloyat gidrometeorologiya xizmati boshqarmasidan olingan ma'lumotga qaraganda, shu kecha kunduzda viloyatimizda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharq tomonidan har soniyada 7-12 metr tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Urganch shahrida kechasi 2 daraja iliq, kunduzi 13-15 daraja iliq bo'lish kutiladi. Bugungi dasturimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur, xayr, salomat bo'ling.